shu qizimizni homilador bo'libdilar. Rost o'zim ham etlarim seskanib ketdi. Shunaqa hayajonda yozyaptilar. Sizga o'xshab coach boshlagan qiz bor edi. Uni onalari olib keluvdilar. 1 yil 7 oy bo'luvdi turmushlariga. Farzandsizlik, qaysidir holatlarda tushunmovchilik va farzand bo'lmagandan keyin kutuv bo'ladi, eridan kutuv, oiladan kutuv. Hamma narsa tiyib ketaveradi-ku, ko'ngil ham noziklashib qoladi. Endi bir xil odam shartta boradi, homilador bo'ladi, tug'adi, bilinmaydi. Lekin homila kechikishi hozirgi paytda xuddi uyat, bir pozordek tuyuladi-yu. Shunaqa holatda qizimiz keldilar. Keyin biz ularni tahlil qildik, konsultatsiya qildimda, coach boshladilar. Xuddi sizga o'xshab srazim boshladilar, ular ham coachchida. Ona bola baravar ishlashni boshlashdi. Bir 6-7 darsdan keyin o'zi yig'lab anglashni boshladilar. Miya zapret qo'yib qo'yadi-da, farzand bo'lishga. Onam mana shu ahvolni ko'rgan, men ham shunaqa qo'yamanmi, ko'ramanmi deb tushunmovchilik, uni o'zi ham tushunmaydi. Lekin xohlayveradi. Ba'zi bir xohishlarni o'zimiz xohlayveramiz, lekin ichimizda to'siq turadi-da. Ichimiz uni xohlamaydi. O'zingiz xohlayverasiz, ichingiz xohlamaydi. Konsultatsiya jarayonida suhbat qildik, darsliklarni qildilar-da, shu qizimizni homilador bo'libdilar. Rost o'zim ham etlarim seskanib ketdi. Shunaqa hayajonda yozyaptilar. Muhabbat ipa homilador bo'lma. Qarang, deyapti. O'zi darslarni qilish, texnikalarni yozishda oson ekan-a? Men tushunmagan ekanman. Qaynonam ham zo'r inson ekanlar, erim ham zo'r inson ekan deyishni boshladilar-da. Hamma narsaga yechim bor-da, Allohning izni bilan. Sen o'zingni o'zgartirasan, fikrlaringni o'zgartirasan, qarashingni o'zgartirasan. Shunaqa hayotlari garmoniyaga tushish boshladi-da. Yo'q, men hali o'qishim kerak ekan. Endi shu farzandim qornimda tarbiyalanishini, keyingi etaplarni inshaalloh o'rgataman dedim.